Nexi biri topdi, ko'rdinglar, G'ayrat ekan akamizni. 1.5 oy betdi, inshaalloh rozi bo'lasiz. Chiroyli topshiramiz. Alloh rozi bo'lsin. Aka, bizga Neoline kompaniyasi bitta mashinani topgan degan, bizni topdi. Shu mashinani kapitanni chiroyli qilib sizga topshiramiz. Neoline kompaniyasidan ham bitta duo qilib qo'yasizlar. Alloh rozi bo'lsin. Bu proyektni eshitdi, nimadirlar, senga ishonamiz. 3 ta proyekt qilding, 4-chisini qil. O'zi men plan bo'yicha 6 oydan keyin qilishim kerak edi. Yo'q, kan mana deydi. Qilmasang bo'lmaydi deydi. Ular akalarimizga ham kattakon rahmat. Bu mashinani olib qoldi. Aka, Instagramingiz bormi? Yo'q, uni ochib berasizlar. Instagram ochib beramiz. O'zlariga yozasizlar. Rostmi, yolg'onmi? O'zi ko'chadan ko'rib qoldim akamni. Sразу mashina qilmasa bo'lmaydi deb aytdi. Komanda bilan xullas qo'radigan bo'ldi. Bizni taniysiz? Hozir ko'rib qoldim mashinada. To'xtatdinglar. Men ham hayron bo'ldim endi. Shuncha odamning ichida men akamga nasib qilgan ekan, videoni qo'yib boramiz akalarim.